Ama basın. Assalomu alaykum, hurmatli inşallah. Hurmatli mijozlar. Mana shu Ozarbayjon hokimining real boshqaruvchi o'rinbosari O'zbek Prezidenti shu sizlar bilan muhokamada navbatdagi uchrashuv hujjatlarimiz uchrashuvni o'tkazishimizdan maqsad shu tadbirkorlarni shu muammolarni eshitish, takliflarni eshitish, asosiy masalani shu tadbirkorlikni rivojlantirish, ishsizlikni qisqartirish, kambag'allikdan chiqarish har bir tadbirkorni tanlamoq. Bizlarni shu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun jismoniy shaxslarga baravar kreditlarimiz bor, yuridik shaxslarga baravar kreditlarimiz bor. Shu bo'yicha ma'lumotlar o'tgan bo'lsam, birinchi jismoniy shaxslarga tadbirkorlik qilib istagi bor, mablag' yo'q, shu bir loyihasi bor, bir g'oyasi bor, shuni loyihaga aylantirishadi. Misol uchun mahalla loyihasidan kreditlarimiz bor, 50 million so'mgacha kefillik bilan ajratib beramiz. 5 yil muddatda 2 imtiyozli. Bundan tashqari biznesga ko'makdan kreditlarimiz bor, 7 million so'mgacha 4 yil muddatda 1 imtiyozli beramiz. Bundan tashqari yuridik shaxslarga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 312 qaror asosan 2 million so'mgacha garovsiz 3 million so'mgacha garov bilan kreditlarimiz bor. Bemalol shu kreditlardan foydalanib tadbirkorlikni shug'ullantirish mumkin. Shunda muammolar bo'lmasa, taklif bo'lmasa bemalol murojaat etsangiz bizga yozib olib qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Assalomu alaykum. Bizlar Anqora tumani Anqobod qishlog'idan joylashgan Kerim Vazirov fermer bozori rahbarida muqaddam. Bizlar fermer bozorimizni boshida avtomobillar yaqin shoxobchasi tashkil qildik. Shuning xulosa kengaytirib, shunaqa ozgina kreditdan yordam bersangiz, loyihalarda shu yillar yurtda xizmat qilishda davom etadi. Bu bo'yicha kreditlarimiz bor. 13 qaror asosan sizlarga kerak mablag'ni 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garov qilgan holatda kreditlarimiz bor. Bölümümüz va mahallalar bölümünü muhatap etgan bo'lamiz. Hujjatlarni taqdim qilasiz. Qisqa muddatda tez orada sizni kreditimizni ajratib berishga yordam beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Sheroq Ibrohim. Mintaqada boqish bo'yicha o'z-o'zini ish bilan band etamizda bo'yicha kredit so'rab berdim. 50 million parrandaga ajratdim, 50 million kredit kerak. 50 million parrandachilik faoliyati bilan shug'ullansangiz 50 million so'mgacha bizlarning kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi dasturi asosida 50 million so'mgacha kredit ajratamiz. Birinchi navbatda o'zingizdan turli ma'lumotnoma olib kelasiz. Keyin bir kafil taqdim qilasiz. Kafilni ajratgan gap chiqqan holda sizga 50 million so'mgacha kredit ajratamiz. Bemalol plastik karta ocharlikdan plastik kartani ishlab beramiz. Bemalol shu parranda mahsulotlarni olib, go'sht yo'nalishi bo'yicha, tuxum yo'nalishi bo'lishi mumkin. O'zingizni tadbirkorlikni yo'lga qo'yasiz. Mahalla bankining bilan Atabekdan bor. Hujjatlarni taqdim qilasiz. Qisqa muddatda siz kreditingizni chiqarib beramiz. Kenjayeva Dana Yilvar mahallasidan parrandachilik bo'yicha tadbirkorlikda 50 million kredit olacak. Yilvar mahallasidan bo'lsangiz, shu Yilvar mahallasiga tegishli mahalla bankining bor. Tadbirkorchilik qiladigan bo'lsangiz, parranda yo'nalishida birinchi navbatda o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotnomani aytib berasiz. Kafil taqdim qilasiz. 50 million so'mgacha plastik kartani tashlab beramiz. Ayollar imtiyozli bor. Bu mahalla loyihasi kreditimiz 25%dan, lekin ayollar uchun 2% pastda 23% ajratib beramiz. Kerakli hujjatlarni taqdim etsangiz, qisqa muddatda sizdan kreditingizni chiqarib beramiz, yordam beramiz. Yo'q, so'tdim yakunlashdi. O'tirib Mesela bu tadbirkorlar mijozlar boshqa taklif va murojaat
murojaatlarınız olmasa, yekunimiz qo'shimcha kimda bo'ladigan bo'lsa, bizlarning har mahalla agentlarimiz bor, mahalla banklarimiz bor. Bemalol murojaat qilaversa, qolaversa bu yerda mahalla boy bo'limimiz bor. Bemalol kimda ma'lumot bo'lsa, murojaat qilaversa,